Bir kun ishlayapman, bir yigit. Assalomu alaykum Akmal, chiroyli kiyingan. Ismini aytmayman, qayerdanligini ham aytmayman. Sal bo'la qolsin. Endi juda g'ururiyat ikkalamiz qolamiz, balkim zo'r bo'lib ketsa bu video ko'rinibdi. Buni aytmayman shuni. Chiroyli yigit, simpatichniy. Aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men 98-yil yigitman. Zo'r-ku. Отдельно gaplashsak bo'ladimi deb. Shunday qarayman, tashqarida savdo qilsam kerak. Bu yigitga qarayman. Savdo qilsam bo'ladimi? Aka vaqtim kam. Vaqtingiz kammi? Biron joyga ishlaysizmi? Yo, Salozordan kelganman, yo, qayerdan siz o'zingiz, ha? Paloncha. Bizdan bir 20 kilometr narida aytamiz. Paloncha joy. Aka, paloncha joy mayli. Paloncha joydan kelganlar bu yerga deyapman. Kutib turibdi deyapman. Aka 5 minut deb. Ha, xo'p deyapman. Shunday xonaga kiramiz, buxgalterim bor. Keyin voy usta Ismoil aka bor. Aka chiqib tursin bular deyapti. Juda o'tkir olmayapsizmi do'stim? Bular o'zimda odamlarim, ishonaman bular. Bemalol gapiravering deyman. Aka erkakchilikda deyapti. U nima degani? Hozir erkakchilik bular shunga ayolmi dedim. Bular ayolchilik ekan deb turish kerak, chiqib ketish kerak dedim. Erkak bilan bu qo'yma, chiqazib oldim qisqasi. Ha, chiqib turinglar qani. Endi buxgalterim operatorda u telefonlar javob berish kerak. Ikkita telefon bor. Ismoil aka endi men bilan ishlash kerak. Men kirsam kiradi, chiqsam chiqadi. Hamma chiqib ketdi. Gapiring endi, aka men uylanganman. Malades. Ikkita balam bor. Ballar sog'ligi qanday? Balasi kasalmikan deyapman-da. Ballarim ham zo'r. Ha, yaxshi kelibman. Uyim bor. Kvartira ekanmi deyapman. Ichim har nima desa har nimani misol qilyapman-da. Uyim bor. 5 xona, Xudoga shukr, davlat tomonidan berilgan. Ha, yaxshi berilgan. Hozir qisqasi nimaga keldi dedim. O'g'il bola chaynalmaydi. Qisqasi kecha uxladim dedi. Men sizni o'zi tanimayman aka dedi. Yaxshi dedim, tanimasiz ham. Umuman maosh olib sotasiz, nima ish qilasiz bilmayman ham. Kecha uxladim, shu tushimga bir aka kirdida, shuni borsang yordam qiladi deb aytdi. Oq kiyim yangi aka, shu 30 million pul bersangiz, men kredit olgandim, o'shani yopib borishim kerak dedim. 30 million deb aytdimmi dedim. Qarang dedim, bir ish qiling dedim, uka dedim. Ha dedi. Endi bu ertaga eshitib bo'lganman-ku. Bu bilasiz, bu anavi rolik chiqqan shunday. Bu o'shani aytib beryapti-da, eshitmagan bo'lsa kerak deyapti-da. Ha, Abdulhamid. Eshitmagan bo'lsa kerak. O'sha boshqacharoq qilib aytadi. Tipa o'xshash. Payg'ambarimiz ismini aytmadi ham, Xudoga shukrgina. O'sha qolib ketdi-da unda. Keyin aytdim, men qaradim, oq kiyimli edim o'sha odam dedim. Ha, pidaraz, men ham tushimga kirdi dedim. Bugun kiradi tushimga dedim. Sen uxla dedim. Ha dedim. Akmal aka shunday dedim. Pashonlarga aytdilar. Rostida. Qilsin bermaganlar deb aytmoq odamga. Bir ko'tarildi unga. Keyin Ismoil aka deyishlar qilsa aka. Ye deydi, bilmaysiz. Ayt o'sha odamga bir so'm bermayman. Oq kiyimligimi dedi, var. Qarg'ini dedim, qarg'i dedi. Mana ham tushunkim zarur qilyapti. Berma deb aytadi dedim. Sen tushunkim oldi ekan dedim. Keyin bu gapga keyin chiqazordim. Ismoil aka nima bo'ldi deyapti. Keling shunday bo'ldi desam. Yotib kulardi. Xona kamera bor, to'xtab turib. Zoom qilib kamera. Kamera qo'yib eshitib buni gapirdi. Aka o'sha joyga biz montaj qilib qo'yganmiz o'sha bola. Men qilgan atvetim bilan ular qo'ygan guringini. Hali ham turibdi. Go'yo qo'yib beraman. Men bunaqa sizlarga keladi. Eshitib ko'raverasiz, har xil ko'rasiz, qisqasi. Shunday. Endi eshitmagan bo'lsa kerak, Akmal akam deb o'ylaydilar. Ha. Endi sal zamon orqaroq qilganda, sal oldinroq o'tib bir nimalar o'ylab. Men sizni o'zi yomonroq gapirib qo'yapti-da. Men sizni tortmayman, qizigingiz ham yo'q menga deydi. Ha, deyapman, malades deyapman. Nima qilsan deyapman, unday deydi. 30 million kredit olgan ekan, boyagi odam. Shunday bo'lsa, Akmal degan yigit bo'lsa beraveradi. Voy hojiat aka, qaysi tomonga qarab ketdi? Men qarab ketdim. Balki maski qilib o'tirib
Har bir odam keladi-da. Shunday. Qisqasi tayyor bo'lish kerak. Ey, gapirib ekan.